Menga реально похуй kim meni haqimda nima deydi. Вообще похую. Instagramda gapirishadimi, tashqarida gapirishadimi? Men o'zim uchun bilaman kimligimni. Men o'zim uchun bilaman nimaga qodirligimni. Qaysidir Dag'bayo bilan chetdan kelib turib, bu bunaqa deydigan bo'lsa, pashol naxuy hammanglarga. Men o'zimni yoshimga ancha-muncha narsani ko'rib yordim. Biznesda ham, hayotda ham va problemalarga hozir prosta kulib qo'yib qaraydigan bo'lganman. Chunki hayot bu. Qiyinchilik bo'ladi. Qachonki kimdir uni qiyinchiligi bo'lgan paytda sizlar tashqaridan kulib turadigan bo'lsanglar, o'zingizlarni pizdet deb o'ylayotgan bo'lsanglar, aminglarni yeylar jala. Chunki senlar jala bu qiyinchilikni o'tolaysanlarmi, o'tolmaysanlarmi xatto biladi. Bolalarga aytaman, hech qachon hech kimni gapini gap deb bilmanglar. Faqat ota-onanglarni, chunki sizlarning yaqin odamlaringlar, ota-onanglar va o'zingizlarni gapinglarni gap deb bilinglar. Qolganiga qo'ygan narsanglar bo'lsin. Charchamaysizlar.